Bugungi kunda ko'plab xonadonlar zamonaviy isitish vositalari, ya'ni ikki konturli gaz qozonlaridan foydalanmoqda. Ikki konturli isitish moslamalarining asosiy afzalliklari bir vaqtning o'zida 2-3 ta xonani isitib berishi hamda issiq suv manbaini yetkazib berish uchun qulay hisoblanadi. U ham inson hayoti uchun xavf tug'diradimi? Albatta, ushbu uskunalarni faqat mutaxassis tomonidan to'g'ri o'rnatish zarur. Uni xavfsiz jihatdan foydalanish maqsadida birinchi navbatda malakali mutaxassislarga o'rnatilishi lozim. Shuningdek, o'sha belgilangan isitish moslamalarini o'rnatishda maxsus agregatlardan foydalanishi zarur va muhim hisoblanadi. Uskunani o'zboshimchalik bilan ta'mirlash yoki o'zgartirish xavfli holatlarga olib kelishi mumkin. Vaqti bilan texnik ko'rikdan o'tkazilishi esa xavfsizlikning muhim kafolatidir. Qozonxonaning shamollatish tizimi talab darajasida bo'lishi, gaz va suv tarmoqlari esa me'yoriy talablarda ulanishi shart. Qo'pol xatoliklar aynan o'sha chiqish quvurlarida, ya'ni chala gazlarda yongandagi ugarda chiqib ketish jarayonlarida 76 diametrlik quvurlardan foydalanilyapti. Yana bir e'tibor beradigan narsamiz, bu quvurlar dimoxod uchun ishlab chiqarilmagan. Kanalizatsiya tarmoqlarini tortish uchun ishlab chiqarilgan quvurlar. Demak, bunisi kanalizatsiya uchun. Bular maxsus is gazi chiqib ketish uchun, kondensatsion kotellar uchun maxsus chiqarilgan. Haroratga ham chidamli. Haroratga chidamli. Asosiysi bu yerdagi o'sha mahkamlovchi rezinoviy salniklari kislota stoyskiy bo'ladi. Farq shunda. Eng asosiysi bu o'rnatilishida duch kelinayotgan xatolar oqibatida inson hayoti xavf ostida qolishi mumkin. Zamonaviy qulaylikdan foydalaning, lekin xavfsizlikni hech qachon unutmang. Bu hayot-mamot masalasi.